Toshkent FIFAning yana bir norasmiy turniriga mezbonlik qiladi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan rasmiy e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, FIFA Series 2026 doirasidagi mini turnir Toshkent shahrida o'tkaziladi. Bu turnir ilk bor O'zbekiston mezbonligida bo'lib o'tadi va xalqaro maydonda turli konfederatsiyalardan jamoalarni birlashtirgan do'stona uchrashuvlar seriyasining bir qismi bo'ladi. Ishtirok etuvchi jamoalar esa quyidagicha: O'zbekiston, Venesuela, Gabon, Trinidad va Tobago. Turnir 27 va 30 mart kunlari Toshkentdagi ikkita yirik stadionda o'tkaziladi. O'yinlar taqvimi esa quyidagicha: Toshkent vaqti bilan 27 mart, ya'ni juma kuniga 15:00 da Venesuela, Trinidad va Tobago o'yinlari bo'lib o'tadi. Ushbu uchrashuvga Paxtakor markaziy stadioni mezbonlik qiladi. Shu kuni soat 19:00 da esa O'zbekiston Gabon bilan bellashadi. Uchrashuvga Bunyodkor stadioni mezbonlik qiladi. 30 mart, ya'ni dushanba kuni 15:00 da Gabon, Trinidad va Tobago o'yinlari bo'lib o'tadi. O'yin Paxtakor markaziy stadionida o'tkaziladi. 19:00 da esa O'zbekiston Venesuela bilan bellashadi. O'zbekiston Venesuela uchrashuvi esa Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Bu uchrashuvlar FIFA tomonidan rasmiy xalqaro o'yinlar sifatida hisoblanadi va jahon miqyosida translyatsiya qilinadi. Turnir O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun FIFA Jahon chempionati 2026 saralash bosqichidan keyingi muhim tayyorgarlik bosqichi bo'lib, turli qit'alardan kuchli raqiblarga qarshi o'ynash imkonini beradi. O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi Fabio Cannavaro boshchiligida ushbu o'yinlarda yaxshi natijalar ko'rsatish va jamoani yanada mustahkamlashni maqsad qilgan. Chiptalar sotuvi va qo'shimcha tafsilotlar yaqin orada UEFA rasmiy sayti va kanallari orqali e'lon qilinadi.